Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, bizda Toshkent, Kazan, Nabirejniy, Chili, Nijinsk yo'nalishlari bo'yicha qonuniy reyslar haftasiga 3 kun seshanba, juma, shanba kunlari Toshkent avtovokzalidan soat 18:00 da primoy reyslari amalga oshirilyapti. Undan tashqari Toshkent, Moskva, Chipaksar, Nijniy Novgorod yo'nalishlari bo'yicha ham bizda qonuniy reyslar dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari Toshkent avtovokzalidan primoy Moskva shahrining Kotelnik metrosigacha avtobuslarimiz yo'lga chiqib ketadi. Agar siz ham xuddi shunday komfort avtobuslarda joylaringizni bron qilib qo'ydirmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib tanlovda adashmasligingiz mumkin. Bizning avtobusimizda siz uchun yaratilgan barcha shart-sharoitlar, qulayliklar mavjud bo'lib, ikkita monitor, ikkita kuler, zaryadchik moslamalari, qishin yozda ishlaydigan konditsionerlar, undan tashqari siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olsangiz bo'ladi. Telegram, YouTube, Instagram, Facebook kanallarimiz ham ishlab turibdi. Ularga yozib ham joylaringizni onlayn bron qildirsangiz bo'ladi. Hoziroq bizga aloqaga chiqing, joylaringizni bron qiling, tanlovda adashmang. Hurmatli kuzatuvchilar, keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Shoshiling, biletlarimiz soni cheklangan.